havo ziyoratgohi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodlari. 30-avlodi, 31-avlodlari shu joyda to'nim topganlar. Balki biz shayx betda borliklarini bilishmas, targ'ib qilolmayotganmiz. Xorazmda nechta bor yana shunaqa saytlar? Nima yordam kerak desa, ilmiy manbalarga asoslangan kitob yo'q dedi. Dunyoda juda katta oqim ziyoratgohlarda yuradigan. Shu muqaddas joylarni ziyorat qilish kerak. Bu joylarni biz bu yerlarga yetkiza oladigan bo'lsak, Indoneziyadan 300 ming, 400 ming odam chiqadi bir yilda. Hovlizni ichida shu hovuzni qilib baliq ushlayapmiz. Tavukxona 40-50 ta tavuk bor. Vam ro'zgara pul. Bunda baliq martdan ta noyabrgacha baliqni ishidan tutib olib yeb bilamiz. Oddiy bir inson uyini ichida o'zini ushlab, ham balig'ini, ham tovuqini, ham chorvasini Har xil soha bilan shug'ullanganni bir yaxshi tarafi bor ro'zgar uchun. Birini og'irini, biri olib. bolalarni endi o'qitish kerak. Bunda taman deb turibdi o'zi qizidan. Shuna sharoitni yaratib qo'yamiz. Bu sharoit yaratib bermasak, ana bu bizning aybimiz bo'ladi. Mana o'zini xo'jaligini, o'zini shunday hisob-kitobini qilib, farzandlarini to'q, oilasini to'q